Demak, dastlabki texnikamiz Samosval Isuzu 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi. Metan gazlari bor, 4 ta 150 litalik gaz ballonlari bor, gazga ruxsat ham bor deyishmoqda. Ishlab turgan texnika, motor korobkalar ham yaxshi. Texnika ishga tayyor. Narxi $32,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Ikkinchi texnikamiz ham Samosval Isuzu avtomobili 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, ishlab turgan texnika, xarajati yo'q, hujjatlar ham joyida deyishmoqda. Yoqilg'i turi esa dizel va solyarkada harakat qiladi deyishyapti. Manzil esa Toshkent viloyati, narxi esa $28,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Uchinchi texnikamiz ham Samosval Isuzu 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Holati ideal holatda, zavodskoy furgonga Samosvalning kuzovini bosilgan deyishyapti. 4 ta 100 talik metan gazlari bor, hujjatlari ham joyida. Manzil Buxoro viloyati, narxi $37,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Isuzu ishqibozlar uchun esa navbatdagi avtomashinamiz avtobus ramasiga yig'ilgan Isuzudan bo'ladi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada, hamma joyi gruzovoy deyishyapti. Motor korobkalar ham zo'r holatda, xarajati yo'q. Manzil Farg'ona viloyati, narxi esa $30,000 aytilishi albatta yana kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatdagi Samosval Isuzu avtomashinamiz esa 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Motor turbo kompressorlik, moy yemaydi, gorniy ishlaydi, 6 ta 100 talik yangi gaz ballonlari bor deyishyapti. Mashina ishga tayyor, hech qanday xarajat yo'q, hujjatlari joyida. Narxi $27,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Jizzax viloyati. Navbatda esa bortli Isuzu avtomobilimiz sotiladi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Ushbu Isuzu esa avtobus ramasiga terilgan deyishyapti. Hamma joy gruzovoy, ishga tayyor holatda, naqadu holatda deyishmoqda. Narxi $28,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyati. Navbatda esa navbatdagi Isuzu avtomobilimiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Holati a'lo darajada, motor yaqinda ponni remont qilindi deyishyapti. Ballonlar ham yangi, ishga tayyor holatda, xarajati yo'q. Manzil Buxoro viloyati, narxi esa $25,000 aytilishi albatta yana kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatdagi Isuzu avtomashinamiz esa 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, ishga tayyor holatda, xarajati yo'q, hujjatlari ham bor. Motor korobkalar ham zo'r holatda, olasiz, faqat minasiz, ishga tayyor deyishyapti. Manzil Surxondaryo viloyati, narxi esa $35,000 aytilishi albatta yana kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatdagi Isuzu avtomobilimiz esa 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi esa 2700 km deyishyapti. Motor injektorlik, 6 stal balloni yangi, kuzov 30 kubalik, uzunligi 580, tom qismi esa tentlik, yo'llari esa ochiladi, ishga tayyor holatda, hujjatlarda muammo yo'q. Manzil Namangan viloyati, narxi esa $33,000 aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Isuzu avtomashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi esa 775,000 km deyishyapti. Holati zo'r, kraskalari toza. Yoqilg'i turi esa metan gazda harakat qiladi deyishyapti. Narxi $310 million so'm aytilishi yana kamaytirib beriladi. Manzil esa Surxondaryo viloyati. Akalar, videoga like tugmasini bosib qo'ying, biz esa davom etamiz. Navbatda yana bir Isuzu avtomobilimiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi esa 130,000 km deyishyapti. Holati zo'r, 6 stal balloni yangi, yoqilg'i turi esa metan gazda harakat qiladi. 6 ta 100 talik metan gaz ballonlari bor. Ishga tayyor holatda, xarajati yo'q. Narxi $26,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyati. Navbatda yana bir Isuzu avtomashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Holati zo'r, ballonlar ham yaxshi holatda, qo'shimcha radiatorlar ham qo'yilgan, motor hadovoylari zo'r holatda, motor moy yemaydi. Qolgan ma'lumotlarni batafsil telefon orqali aytib o'tamiz deyishmoqda. Yoqilg'i turi esa metan gaz, 4 ta 100 talik metan gaz balloni bor. Manzil Namangan viloyati, narxi $34,000 aytilishi albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir Isuzu furgon avtomashinamiz albatta sotiladi. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Holati a'lo darajada, 28 kubalik, motor korobka hadovoylari ham zo'r, 100% ishga tayyor holatda, yoqilg'i turi esa metan deyishyapti. Narxi $24,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Namangan viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Akalar, bugungi dasturimizdagi texnikalar shulardan iborat edi. Agar ushbu roligimiz sizlar uchun foydali va qiziqarli o'tgan bo'lsa, videoga like tugmasini bosish orqali qilayotgan mehnatimizni baholab ketishni albatta unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.